Asta-sekin boshlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Men ismim Azizbek. Demak, biz har chorshanba haftalik moliya bozori analizi va savdo rejasi tuzish bo'yicha onlayn efirni o'tkazyapmiz. Bu efirlarda biz o'sha bazaviy valyutni paralar, tilla, kumush, neft, Nasdaqlarni analiz qilamiz va haftada kutilayotgan yangilik va paternlarni, yo'nalishlarni, trendiy boshqa masalalarni ko'rib chiqamiz. Shu bo'yicha demak hafta davomida ishlaymiz. O'zimizga reja qilib olamiz. Bundan tashqari live trade'lar bo'lib o'tadi. Kanalga podpisatsiya bossanglar, efir boshlansa sizlarga уведомление bo'ladi, o'tkazib olmaysizlar. Live trade'da onlayn rejimda savdo qilamiz, analiz qilib, ko'proq scalpingda qisqa muddatli сделкаlarni ochishga harakat qilamiz. Demak, boshlaymiz. Ko'rib turganinglar bu tilla aktivi va hozirgi narx 4046 atrofida. Xo'p, bo'lib o'tgan impulsga nisbatan hozir bu 4 soatlik bo'lsa, 1 soatlik time frame'da ideya bor. Mana shu bo'lib o'tgan impulsga Fibo tortadigan bo'lsak, hozir narx 61% da, plus minus bu 78 gacha ham borishi mumkin. Bu yerdan qanaqadir korreksiya kutyapmiz. Kirish nuqtasini mana shu 61 dan, ya'ni 50 lardan berganmiz. No, пока hozircha plotni sham yopildi, yarim soatlik, 1 soatlik ham yopildi. Shuning uchun ko'ramiz, qanaqadir korreksiya qilish mumkin bo'lgan tushishga nisbatan dальше уже pastga harakat, chunki katta time frame'da qaraydigan bo'lsak, 4 soatlik time frame'da ahvol chatoq. 4 soatlik time frame ochadigan bo'lsak, narx o'zini trayektoriyasi bo'ylab harakatlanyapti. Trendni yuqori qismida, past qismi ham plus minus shu diapazonda. Shuni pastki minimumlarni yangilashi mumkin. Shu trayektoriya bo'yicha harakatlanishi mumkin. Shuning uchun kuzatamiz. Umumiy направление tilloda все-таки sil ekanda, mana shu trendiy pastiga. No, orada kichkina time frame'da в принципе qaysidir zonalardan откатlarni ishlab ko'rsa bo'ladi. Umumiy направление pastga. Keyingi aktiv dollar o'zi X dollar. Kunlik time frame'da ochadigan bo'lsak, narx oxirgi yuqoriga bo'lgan harakatini ABC korreksiyasini qilgan. Hozirda narx yana yuqoriga va 4 soatlarda 1 soatlikka o'tadigan bo'lsak, o'zini oldingi zonasini test qilyapti. O'sha yerda yorib chiqib olsa, уже only dollarga buy bo'lishi mumkin. Bu yerda korreksiya nima qilsa bo'ladi, agar bozor korreksiya qilib beradigan bo'lsa, bu zonalardan уже buy olsa bo'ladi, в принципе. Maqsad o'zini oldingi 150, 180 и так далее ketishi mumkin. Dollar indeksi. Bunga tasdiq. Shunda o'zini oldingi minimal zonasi 50-61%. 101, 170, 170 shotlardan уже yana yuqoriga. Agar shu o'zidan yorib chiqadigan bo'lsa, demak buni o'zini retestidan olaveramiz tepaga.
Kutamiz mana shu zona bu yerda, chunki soyalarni tashlayapti. Shuni hisobiga ozgina diqqat bo'lishi mumkin. Keyingi aktiv yevro dollar. Yevro dollar shu dollar shunda teskarisida e'tibor beradigan bo'lsak, volnovoy analiz bo'yicha oxirgi maksimum 1, 2, 3, 4 и 5. Скорее всего, yevro o'zini 4 soatlik katta minimumlarini yangilashi mumkin pastga. Shuning uchun bu hafta ko'proq sell ishlasak kerak yevroda. Aytib o'taman, video ostida silka qoldiraman. Telegramda aniq kirish nuqtalarini Telegram kanalida berib boramiz. Kirib biz bilan savdo qilishingiz mumkin. Bundan tashqari shu kun davomida onlayn efirlarni o'tkazamiz. Live trade bo'yicha real vaqtda bitim ochamiz va savdo qilamiz. Kim podpisatsiya qilmagan bo'lsa, podpisatsiya qilsin. Уведомление boradi. Efir boshlansa live trade. Keyingi aktiv neft. Так, neft. Neft kunlik time frame'da qaraydigan bo'lsak, buni kechagi efirda ham aytgandim, narx bu Amerika bilan Erondagi bo'lgan urushdan oldingi narxga qaytib kelgan va o'sha yerdan reaksiya oldi. Volnovoy analiz bo'yicha qaraydigan bo'lsak, 4 soatlik time frame'da bu 1, 2, 3, 4, 5 impulslarni qilgan, oxirgi tushishga shuni korreksiyasi oldi. Tak. Olsak. 2, 3, 4 и 5. Hozirda buni tushishga nisbatan korreksiyasi yoki yangi impuls paydo bo'lyapti. Fibo tortadigan bo'lsak, 23 dan o'tgan, keyingisi 38, o'zini oldingi maksimumi 82 da, keyingisi уже дальше 50%, 61% gacha, 88 gacha neft ko'tarilishi mumkin bu hafta davomida. Kecha kanalda signal berishga ulgurmadik, risk ketib qoldi. Biz korreksiya kutgandik. Nailoj mana shu yerdan уже в принципе Fibo darajasidan olsak bo'lardi, o'tkazib yubordik просто. Как вариант bu korreksiya bergandan keyin o'zini oldingi birorta minimumiga buni buy olib ko'rsa bo'ladi. 76-75 lardan agar beradigan bo'lsa, tak. Neft bo'yicha agar bu shapkamizda qaytadigan bo'lsa, yana buy ishlab ko'rsa bo'ladi. Volnovoy analiz bo'yicha agar bu nima bo'ladi? Tak, скорее всего 1, 2, 3, 4, 5 движениясini qiladigan bo'lsa da, bu yerdan уже keyin 38% Fibonacci'dan уже qanaqadir chuqurroq korreksiya bo'lishi mumkin. 9-iyulga to'g'ri kelyapti. Bugun 8 bo'lsa, ertaga Amerika sessiyasida agar korreksiya qiladigan bo'lsa, yana yuqoriga harakatlanadi. Keyingi aktiv Nasdaq. Nasdaqda 4 kunlik time frame'da ABC korreksiya.
Bir daqiqa. A, B, C. Xo'p, buni maqsadi 4 soatlikka o'tadigan bo'lsak, bo'lib o'tgan impulsga o'ttiz sakkiz 50%gacha Nasdaq demak pasayishi mumkin. Kirish nuqtalari endi bo'lib o'tayotgan harakatlarga nisbatan korreksiya beradigan bo'lsa, mana kecha Amerika sessiyasida bo'lgan shu holat. Mana shu B to'lqinidan keyin birinchi impuls pastga bo'lgan va unga nisbatan ham korreksiya qilib bergan. Tak, 61% dan zo'r kirish nuqtasi bo'lgan. Bemalol kirib ishlasa bo'ladi. И так далее. Bu yoqqa agar bu hozirgi impuls harakat bo'lib o'tganidan keyin каким-то образом обязательно korreksiya beradi. O'shadan keyin olib ko'rsa bo'ladi yana sellga Nasdaq. Bayga opasno deb ko'ramiz. Tak bu o'tayotgan impulsga korreksiya qiladigan bo'lsa, yana pastga ishlasa bo'ladi. Chunki umumiy направление o'zini hozir mana bu minimumlarni yangilash. Yana qariyb 500-600 punkt Nasdaq pasayishi mumkin. Bularni yangilasa kerak. Bu yerdan уже yuqoriga движение kutishimiz mumkin. Bu уже keyingi haftaga. Turlo 40. Прикольно. Hop, chatga mana shu siz ishlatadigan aktiv yozsanglar bo'ladi. Buni ham analiz qilib ko'rib chiqamiz. Shu pastga yozsanglar, mana chatda ko'rib analiz qilamiz. Tak. Turlo. Tilloda nisxazash trend 4 soatlikni maksimumlarni yangilamay qaytyapti pastki territoriyaga. O'zini minimumini yechsa kerak. 3900 3800 larga da tillo shu kanal bo'yicha kelishi mumkin bu hafta davomida, bu hafta keyingi haftada. Bundan keyin yana bay ko'rsa bo'ladi. Kichkina time frame'da 1 soatlik time frame'larda endi korreksiyaga bayga ishlasa bo'ladi, no akkuratno все равно. Аккуратно. В принципе, что коррекция bo'lishi mumkin yoki dальше. Likvidli zonasi mana 4030, 4029, 27 da mana shularni harakat qilsa kerak tillo yangilashga. Mana shu поддержка bor, buni yangilamasa yangilab qo'yishi ham mumkin. Chiqancha qolmabdi. Kechagi berilgan analiz bo'yicha mana bu sell qilib ko'rdik. Ikkita stopdan keyin oxiri zelkaga kirdik. Mana bu bo'lgan impulsga nisbatan bu korreksiyasidan sell olganmiz. Kirish nuqtalari 170-180 bo'lgan, 4170-4180 da, ya'ni 0.71.8 zonaga FIBO bo'yicha korreksiya qilgan. Mana shundan bay olib ko'rdik. O'zini как раз likvidini yechganda sell kirish nuqtasi berilgan 70 dan. Bugunchalik hozircha
buy pozitsiyasini ochilgan 4050 dan stop 4030 da kuzatamiz. Agar stop bo'lmasa, korreksiya mana shu bo'lgan impulsga nisbatan korreksiya ko'rishimiz mumkin. Да, и потом уже дальше. Yoki shu yerda o'zidan ketsa, demak stop loss. Shuning uchun ishlayotganinglarda обязательно money management, risk management qoidalariga amal qilib ishlanglar. Bozor juda agressiv harakatlanishi mumkin-da. O'sha paytda depozitimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun lotimizni hisoblab to'g'ri hisob-kitob bilan ishlash kerak. Money management bo'yicha отдельно video qo'yganman, ссылкасini video ostida qoldiraman. Bu yerda qanaqa depozitga qancha lot ochish kerak, qaysi demak qancha risk qilsa bo'ladi-da, 1% dan 3% ga o'sha momentlarni, lotlarni hisoblashni videosi bor. Kanalda ham podpisatsiya bosing yoki отдельно poiskda yozsangiz ham bo'ladi. Tak. Open bozor ochilgani, close bozor yopilgan. To'g'ri? Bu degani svechaning tanasini narxi auda divergensiya bor. В принципе. Kichkina time frame'da. 1 minutlik time frame'da, да. Scalpingda чисто для прикола sell ochib ko'rsa, buy ochib ko'rsa bo'ladi. Bitta. O'sha narxda yopilgan, lekin orada high va low bor. Narx pastga harakatlanyapti. AO indikatorida kim ishlatsa yoki tam MACD-da, RSI-da ham по-моему işte divergensiya bor. Bu shu bo'lgan impulsga nisbatan yoki korreksiya yoki razворотni anglatadi, ya'ni kuchsizlanish. Qaraydigan bo'lsak, da 38-50% ga kelib ketishi mumkin. 38 bu 4070 bo'lar ekan, 50 4080 va 61 4090 gacha da tilla korreksiya qilib berishi mumkin. Ishlab ko'rsa bo'ladi. Bu yerdan уже yana pastga. Chunki umumiy направление baribir pastga. Kuzatamiz. Stop loss 30 da, 4030 da kirish nuqtasi agar hozirdan kiriladigan 4050 atrofi, 4032 punkt stop loss bo'ladi. Bu yog'i 1ga 3, 1ga 2,5 plus minus ishlasa bo'ladi. Сделкani olib ko'rsa bo'ladi. O'zini ham bu oldingi zonasigacha tilla kelib berishi mumkin. Stop loss buni pastida 30 atrofida. Kirish 4045, 4050 plus minusda shunaqa bir. Shuni bu yerdan o'zi qaraymiz. Yana скорее всего pastga yursa kerak. Kommentarlarda savollar bilan yozishlar mumkin. Ishlatadigan aktivni ham analiz qilib chiqamiz. Aksiya bozoriga e'tibor beramiz. Tak, Apple. Apple ham уже разворот boshlagan. Agar
oxirgi bo'lgan impulsga korreksiya tashlaydigan bo'lsak 23%, 15, keyingisi 38, to есть 38, 14.80, 50%. Shuni hisobiga Nasdaq pasayishi mumkin. Tirlamiz yurdi. Вроде неплохо. Ketdi. Mana buni yorgandan keyin buni minimumga olib qo'ysak bo'ladi, stopni. Hozircha turadi. Maksimumni yorib olsa, stopni qisqartiramiz. Zo'r. Eslatib o'taman, kim podpisatsiya bo'lmagan bo'lsa, podpisatsiya bo'linglar. Keyingi onlayn efirlarda boshlaganimizda уже уведомление bo'ladi, o'tkazib yubormaysizlar. Biz bu yerda shu bozor analizi va trading bo'yicha onlayn efirlarni o'tkazamiz. Men ishlatadigan strategiya Elliott to'lqinlari da Bill Williams strategiyasidan foydalanaman. Ko'proq katta time frame'da analiz qilamiz va уже kichkinada filtr bilan kirib ketamiz. Tilloda hozircha divergensiya paydo bo'lganda, hozir indikatorlarni o'chiradigan bo'lsak, 45-450 lardan buy zona. Maqsad 470 birinchisi. Keyingisi 480, keyingisi 490 gacha tillo kelib berish mumkin. Ko'ramiz. Yo'q, buni emas, siz bunday bir soatlik sham ichida nechta M15 switch bor, ya'ni 15 minutlik switch hosil bo'ladi. Dollar kuzatamiz. Endi nechta 5 minutlik switch hosil bo'ladi. 5 minutlik switch hosil bo'ladi. Da. Dollar o'zini maksimumini yorib o'tolmayapti. Tak. Kumushni ham tekshirib qo'yamiz. Ustida. Yani 60 minut ichida nechta 5 minut bor? Bir soat. Mana siz uni shamda chalg'maydi. Kumush ham 61 da. Mana bu zonani yangilagan, qaytishga harakat ko'ramiz. 12 O'zini maksimumini yorib chiqsa yaxshi bo'ladi. Yani bir soatlik sham ichida nechta bir minut bor? Yani bir soat ichida nechta bir minut bor? Bir soat nechta istek bor? 60 minutdan. Demak, 60 minutlik sham o'ynaydi o'shaning ichida. 60 ta yo'q. Bir soatlik sham ichida 60 ta bir minutlik sham. Kumushda. Shunaqa bir korreksiya bermasdan birdaniga chiqib ketadigan holat bu bozorda impulsli harakat deyiladi. zonaga qaraydigan bo'lsak, kumushda ham buy prinsipi yaxshi. Korreksiya berib chiqsa
Yani sevde bo'ladigan bo'lsa, bu impuls, bu xarakter. Xarakterning impuls bu uzun harakat, xarakter qisqa harakat. Shunaqa yozib Efirga kim birinchi marta kirgan bo'lsa tanishib olamiz. Mani ismim Azizbek. Biz efirlarda o'sha moliya bozori analizi, ko'proq tillarda analiz qilib ishlaymiz. Live trade hamda haftada bir marta mana shu chorshanba kuni soat 15:00 da moliya bozorlarini haftalik tahlilini qilib olamiz katta time frame'da, чтобы уже hafta davomida ushbu katta analiz bo'yicha ishlash uchun. Qisqa muddatli kim podpisatsiya bo'lmagan bo'lsa podpisatsiya qilinglar. Keyingi efirlar boshlanganda sizlarga уведомление bo'ladi, boradi. Profilni o'ziga kirsanglar, o'sha Telegram kanal ham bor. Aniqroq kirish nuqtalarini biz o'sha Telegram kanalda vaqtda berib boramiz. Biz bilan birga kirib ishlasanglar bo'ladi. Bundan tashqari trading bo'yicha отдельно o'sha Telegram kanalda videolar qo'llanma yuklangan. Zakrepda kim trading endi o'rganayotgan bo'lsa, bemalol noldan o'rgansa bo'ladi o'sha kanalda. Hop, hozirda сделка ochganmiz. Tilloda buy 4045 4050 lardan. Maqsad birinchisi 4070, take profit bir belgilab qo'yamiz. 4070. İkincisi 4080. Full take profit yuqorida. Mana shunaqa qisqa сделка ochib ko'rdik. Kuzatamiz. Shu zonagacha. Bu yoqdan o'sha qaraymiz. Bir razvorot bo'ladigan bo'lsa, qilaveramiz. Kechagi kundagi oxirgisi, yani bugungi kundagi eng qisqagina 11900 so'm bo'lib, eng tepasi 12200 so'm bo'ldi. Bu asosiy maksimum va asosiy minimum hisoblanadi. Endi bu orasida 12100 so'm, 12000 so'm, 12100 so'm, 12000 so'm. Mana shu o'yinni bu kichkina maksimum va minimum. Siz bularni aniqlamaysiz. Asosiy minimum va asosiy maksimumni aniqlaysiz. Bunday
Bu nima degani? 12.000 so'm bilan 12.300 so'm orasidagi bu svecha bo'lib qoldi. Ya'ni sham bo'lib qoldi. 11.900 so'm nima bo'ldi? Shpilka bo'lgan o'sha narsa. Kecha harakat kutyapmiz. Нормально движение, и бягать уже, скорее всего, паски движение. Что зона бар. Kechagi kundagi maksimum. Ya'ni eski bo'lmagan o'tib ketgan narsa eski bor. Asosiy maksimum minimum. И вот там уже курамыз, скорее всего, короткая. Kun davomidagi asosiy maksimum minimum. Kun davomidagi va tarixdagi kunlardagi eng baland va eng past narxlar. Eng baland va eng past narxlar. 41dan qaytibdi. Borib yo'q, balandni beradi. Qirqida bormi? Vahim olar ekan. Chiqadi, qachon? Ama 60 yorib olsa da normalniy bo'lardi. 60-61 dan. U kundagi baland narxlar va bugungi kundagi baland narxlarni aniqlash sizning uchun. Hozircha 100 punkt profitdamiz. Hozir narx mana buni yorib oladigan bo'lsa 460 ni stopni mana bu oldingi minimumga o'tkazib qo'yamiz. Hozirda 30 ta turibdi stop loss. Shuncha bozorda shuncha yana so'ray o'tirishlar o'sha bu ideal 90 Qirqqa qo'yganimizda yerkamiz. Хотя 50-40 bersak ham bo'ladi. Ну, после пожара, конечно, хуй насос там. Все bo'ladi. Так, kommentariy yozib bo'lyaptimi o'rtoqlar? Bu degani bitta svecha. Voy svechani masga chiqib open eye low o'sha endi bir pul. Bu sizga pul shartmi? Qaysi time frame bo'lsa ham siz maksimum minimumlarni bu vaqtda ishlaysiz ko'p. Endi qarang, nima shu demoqchiman. Xo'p. Ana hamjod. Hurmatli ishtirokchilar, mana chat ishlayapti. Savollar bo'lsa yozsanglar bo'ladi. Qaysidir analiz bo'yichami yoki tam strategiya bo'yichami. Hozirda bizda buy сделка ochilgan tilloda. Kirish narxi 445 450 atrofida bo'lgan, hozircha 100 punkt yurib berdi. Kutyapmiz, hozir agar 60 ni yorib chiqadigan bo'lsa, bizni oldingi maksimumni stop loss qisqartiramiz. No, hozirda 4030 da ushlayapmiz.
Maqsad birinchisi 4070, 4080 и oxirgisi full take profit 4090. Bu yerdan harakat qilamiz. Уже разворотga, потому что asosiy trend pastga. Ishlayotganinglarda money management, risk managementga amal qilib ishlanglar. Risk ko'paytirib yormanglar. Kim efirda birinchi marta qatnashayotgan bo'lsa, assalomu alaykum. Men ismim Azizbek. Biz bu efirlarda live trade, moliya bozorlari analizi va tilloda qisqa muddatli сделкаlarni ochishga harakat qilamiz. Har chorshanba haftada bir katta time frame'da har bitta aktiv analiz qilib chiqamiz. Va shu hafta davomida shu katta time frame'da bo'ladigan demak patternlar bilan уже har kunlik shunaqa live trade o'tkazamiz. Iltimos qilgan bo'lardim, сделка ochayotganinglarda обязательно stop loss va take profitlarni qo'yib ishlanglar, risk management, money managementga amal qilib, chunki bu moliya bozorlari bu yerda bo'layotgan fikrlar hammasi odamning o'zini shaxsiy fikrida, o'zingizni hisob kitobingizni olib ishlashingiz kerak. Moliyaviy maslahat emas, chista o'zimizni fikrimiz bilan bo'lishamiz и ishlab bersa baraka hammaga bor. Kim podpisatsiya bo'lmagan bo'lsa, podpisatsiya bosinglar. Kimni keyingi efirlarda уже efir boshlanganda sizlarga уведомление boradi, o'tkazib yormaysizlar. YouTube kanaliga kirganinglarda Telegram kanal bor отдельно. Kim bu sohaga yangi kirib kelayotgan bo'lsa yoki ishlab kelayotgan bo'lsa, Telegram kanalimizda o'sha trading asoslari bo'yicha qo'llanma va foydali ma'lumotlar bilan bo'lishib boramiz yana signallarni ham kun davomida tashlaymiz. Efirda harakat qilamiz signal berishga, в основном baribir Telegramda ko'proq analiz beramiz. Hozirda biz tilloga buy сделкасini ochganmiz. 4050, 4045lardan, stop loss 4030da, maqsad 4070, 4080, 4090 gacha tillarni kutyapmiz. Narx o'zini hozir maksimumini yoradigan bo'lsa, oldingi kichkina time frame'dagi 4060 ni stop lossni qisqartiramiz, 4040 ga o'tkazamiz. Обязательно risk management, money managementga amal qiling. Chatga yozsanglar bo'ladi, savolinglarni bemalol. Kimda qanaqa сделка bor, tillarga buymi, fikr, sellmi chatga yozinglar, juda qiziq. Sababi nimaga sell, nimaga buy. Nechidan sell berdi Rustam aka? Scalp. Nechidan? Nechidan? 60. 55-60 beribdi-da. Zonada reaksiyada. 50'yi ketadi, bu balo. Bak 50'yi ketadi. Bak. Buni ham siz ko'radimi? Misol uchun bu mana asosiy Shuni o'rganib endi siz mana bitta joy o'z kelajagi o'zini tushuntirib qo'ying, bu hozirgi holda. Siz tarixini ko'rib chiqishingiz kerak-da. Nima deysiz? Yo'qsa unda hozir tezroq Man. Ko'p.
Nechi 1000? 970. Yo'q, undan ham oldin, по-моему. Oldin Amerikada yig'ilganda, просто bitta joyda bozor bo'lmagan, lekin ana shunaqa birjadan bir bor. O'shanda siz 1 yilligina 5 tarif ismi yoki 5 yil tarifdan ko'zingiz ko'rib Studiyasini ha, aniqlab olishingiz uchun. Yozing. How USD bu vazifa uyasi deb qo'ying. How USD orasida 50 ta maksimum minimum. 50 ta maksimum minimum. Hop, euro dollardan 50 ta maksimum minimum. Bitcoin'dan 50 ta maksimum minimum. Обучение. Qorasidan. Qorasidan. Qichig'idan. Kechgacha qarab o'tiraversangiz ham kompyuterga вообще dahshat. O'sha maksimum yoki minimumlarni tanasi bilan emas, shpilkasi bilan yangilagan joylarni ham bo'ladi. kompyuter ochishni Nechta topa olasiz? Ha, bor. Tushundingizmi? Tanasi bilan uzunmada ochkidan piyonlar judo bo'ldi. Hozir bir soatlikda shu trendliniya bor edi. Tegib qayta o'sha 410-400lardan berishi mumkin. Yoki shuni pastga yorib ketishi mumkin. Yoki mana shu turgan joyimiz normalniy yaxshi zona, o'sha yerdan qayta olsin. To'rtming 100, 4110. 4100. Yo, Samandar. Men yana analiz qilaman. Ha, bratchik, anachi. Hozir tashlayveraman. Selgan. Yo, bayga. Bayga, yo, o'sha biz bilan bir xil olgan. Keyin sil zonani beryapti-da. 400 sezon beradi. Çünkü bu ayakta bu şirken broker kılar. Bitta ko'ring-da. Yok, bu hali keyingi mana darslarda o'rganamiz. Bu likvid yechilish deyiladi. Aytdimki, ya'ni pul ob'yom o'sha joydan oladida, bozor 900 ga beradi. 3940 million tepadan qaytishi. Biz bayga olamiz-ku. 400 dan 3940 gacha oladi. 3880 devoryapti ba'zilar. Ben boyga o'sha gandayam zonasi bor o'sha joyda. 38 dan 3830. Mana bir xil o'ynagan Samandar. Tiqib tashlaganini qarang. 68 bu minus bo'lish. Mezza. Bu mana kartesning pul bor deylik. 1 million so'm ровно 0,00 bo'lmasligi mumkin. Ya'ni 1 million 100 so'mning 80 tiyin bo'lishi mumkin. Men sizga o'sha so'mi bilan tiyinini aytayotganim yo'qda. Million o'zini 1 million so'm pul bor deysiz. 1 million so'm 1 million 700 so'mni 800 tiyin deb aytmaysiz-ku. Uni ham cho'qqa 3 gacha deb o'ylayman. Şpilkası bilan, ya'ni mana mana qarang. Ha, bu şpilkasi bir xudisi bir xuddiga deymiz. Qarang, tushunmabsiz. Hop. Mana bankda Kumushda zo'r. bugungi eng pastga tushgan minimumi 11700 so'm. 11700 so'm. Lekin eng maksimumi 12200 so'm. Endi qarang, lekin shunaqa holat bo'ldiki, Bizashlarku. 11700 so'mlik narx bor-ku. O'shanga bundoq moment kelib, ya'ni ertasi kuni 12600 so'mga chiqdi. Bitcoin. Bir soat oralig'ida faqat 12600 so'mga tushdi, keyin qaytib chiqdi. Nima uchun? Chunki kechagi minimumni yangilaman. Shunchaki yo'ldagi likvidlikni yechib ob'yom oldi o'ziga. Bu kuch oldi. Soxta. Ha. Soxta o'zi.
shu ложный пробой deymiz-ku, soxta buzilish, o'sha esimga kelib turibdi. Soxta buzilish, ya'ni soxta minimum yaratdi sizga. Ha, mana chiziq qattiq deyapman. O'shalarni deyishimiz. Ha, men qo'ydim o'shani hozir. Sizga ko'rgani bo'lish uchun. Tushunarli bo'lish uchun. Qarang, bundoq qilib belgilang. Mazmunda belgisi. Eng shikastga qo'ying. Eng tanasiga qo'ying. Mana o'sha asosiy zonasi. Mana nima qiladi? Qarang. Bunda mana hozir sizda savol to'g'ri. Mana joy ishchilardan belgiladi deysiz. Bu joylarni ishchilardan hisoblanmayapti. Yo'q. Bunda mana hamma zona bo'lsa, soxta buzilish hosil qilib, tanasiga bir yo'qolib qo'ysin. O'sha soxta buzilish, demak bu minimum yangilanadi emas. Minimum yangilanish uchun nima bo'lishi kerak edi? Ham joyda bu tanasiga o'tib qolishi kerak. Ya'ni buni bu shamni buzish kerak edi tanasini. Bu yo'qni holat bo'lgani yo'q. Xudodan o'shani chiqsangiz yaxshi. O'shani qilib chiqsangiz yaxshi. Agar o'zgarmaganimizda belgilayman. Yo'q. Ya'ni mana bu maksimumni uzmaydi, to'g'rimi? Demak, hali ham asosiy maksimum aktiv. Keyingi maksimumni haddan chiqmasa belgilayman. Yo'q, chiqadi. Yo'q, chiqmasa. Ha, chiqqan payt belgilaysiz, chiqmaganda belgilaymiz. Shunaqa. Qachonki minimumni tanasi bilan buzmasa yoki maksimumni tanasi bilan buzilgan Hurmatli treyderlar, demak tilloda bizda buy сделка ochiq. Efir yakunlayapmiz. Harakat qilamiz kechqurun soat 6larda Amerika sessiyasida ishlashga onlayn efirda. Kim podpisatsiya bo'lmagan bo'lsa, podpisatsiyani bosinglar, keyingi efir boshlanganda уже уведомление boradi, o'tkazib yubormaysizlar. Tilloda maqsad 4070, 4080, 4090 даже 100 gacha borish mumkin. O'tdan keyin уже sell. Shunaqa ssenariy. YouTube kanali, shapkasida Telegram kanali bor, u yerda kirish chiqish nuqtalarini, signallarini tashlab boramiz. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Video ostida ham ссылкani qoldiraman. Hammaga profit. Keyingi efirlarda ko'rishguncha do'stlar, salomat bo'ling.